Ko'pchilik stomatitni faqatgina stomatologga tegishli deb o'ylaydi. Ammo lor shifokorlari ham bu muammo bilan shug'ullanadi. Stomatit og'iz shilliq qavatlarining yallig'lanish kasalligi bo'lib, buning bir nechta turlari mavjud. Lor shifokori to'liq tekshiruvlar o'tkazgandan so'ng qaysi turi ekanligi haqida aniq tashxis qo'yib berishadi. Stomatitga olib keluvchi sabablar: jarohatlar, og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga e'tibor bermaslik, ko'p antibiotiklar, ximiyoterapiyalar qabul qilish, bolalarda tish chiqish vaqtida qo'llarni, o'yinchoqlarni og'ziga yuvmasdan solishi, kattalarda oshqozon ichak kasalliklarida. Bu kasallikning asosida aksariyat hollarda zamburug' infeksiyasining organizmda ko'payib ketishi yotadi. Bu kasallikning belgilari ovqatlanganda va gapirganda og'riqlar, stomatit yuzasi oq plyonka bilan qoplanishi, tana haroratining keskin ko'tarilishi va bolalarda og'izdan so'lak oqishi bilan kuzatiladi. Kasallikni davolashda romashka damlamasida tomoqni tez-tez choyish, zamburug'ga qarshi tabletkalar, kapelnitsalar olish va tomoqqa tubus kvars lampadan foydalanish yaxshi natija beradi. Og'iz va tishlaringiz gigiyenasiga e'tiborli bo'ling. Sog'lig'ingizni asrang.